Do'stlar 5700 ga Spark'da 2019'i. Bosib yuboradigan xonasi do'stlar. Qarang, mashinamiz sud spravka deyapti. Bir qo'l minilgan deyaptilar. 5700 ga bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Mashinamiz 2019, holatlarini ko'ryapsiz. 4 yaxshi balonlargacha, undan tashqari eng qimmat diska deydimi, nima edi, o'zining yangi chiqqan diskalaridan qo'yib bergan. Mashinamiz holatini ko'ryapsiz. 128 ming probeg bosib o'tgan, bir qo'l minilgan mashina deyapti. Hozir mashina bu shakllarda turibdi. Narxi 5700. Kommentariyaga o'zlaringiz filan qoldirib ketinglar. Qimmatmi, arzonmi do'stlar? O'shanga qarab keyingi safar borib chiroyli narxlarda qilib boramiz. Lekin mashinamiz bitta no tarafi deyaptilar, benzinda deyaptilar, lekin generalli beriladi deyaptilar. Benzin yurgan mashina deyapti. O'sha 5700 beraman deyaptilar. O'sha 2019 kraskasi mash tarafda deyaptilar. O karnizdami deyaptilar, qayerdadir deyaptilar. Ichki kraskasi bor deyapti. Yana bir qator o'zlaricha tekshirib olsa ham bo'ladi, lekin mashina egasi shunaqa deb ma'lumot berdi. Sizlarga aytib o'tib ketdim, narxi 5700. Pastdagi nomerlarga telefon qilsalar, xudo xolasa, real narxlarda yana kelishtiradigan xonasi bo'lsa kelishtirib beradilar. Bo'lmasa 5700 deb menga bo'lishini aytdilar do'stlar. Quyidagi nomerlarga telefon qilinglar, bemalol ma'lumot olsangiz bo'ladi. Mana shu videoda Spark olaman degan do'stlaringizga tashlab qo'yinglar. Biz mashinalar reklama qilishni boshlaymiz do'stlar. Sog' bo'linglar.